Assalomu alaykum. Bugun 29-mart. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Mirshodi mol bozoridamiz. Soat 8 dan 15 daqiqa o'tdi. Necha bo'lyapti aka? 92. Kanal mı? Ne çok paradan satsana ya. Nesin bo'lyapti aka bu? 87. Ne dedi? 85 kam bo'ladi. 85 bo'lyapti ekan. 85 bera olasizmi? Molni qarang. Sifatiga pul bering, sifatiga. 85 bera olasizmi? 85. Bo'yi necha? Bo'yi necha? Ben bilmayman unisi. O'lchab ko'rak-da bo'yi. Men o'lchamanga hamma qarab. Balandligini. O'lchang aka, o'lchang. Ishlang. O'lchang aka. Qo'y bering, qo'y bering. Qo'y bersangiz tikka. 5 beraydi. 85. 85 berasizmi? Zarar bir kişimiz. Takda oldu bera olasizmi? Bering. Takda oldu bera olasizmi? Takda oldu bera olasizmi? Bering. 97. Sonra kim pulga tutmaydi. Men aytdim-ki. Mayli, Yegona o'zi 87. Necha bo'lyapti aka bu? 79. Necha bo'lyapti aka? Ha? Savdasi olmuş bo'ldi oxiri. Irg'achimi? Yo'q. 63. Nesin bu? Nesin bo'ldi aka? 76. 76. Bunisi 76, bunisi 63. Farkı yok. Bir xil. Neç yıl bo'lyapti? 10,5 dan. Ha. Asıl dünya. Bugün acı neçil bo'lyapti? Buni aytib 9 bo'ladi. 9 million mı? Siz savdo qilyapsizmi? Ha. Sotamiz. Ha. 9'a baho qo'yamiz. So'ram 85 so'raman. 85 so'rabdi. Bu ne iş bo'lyapti aka? 11,5 bo'lgan. 11,5. Erkakmi bular? Ha? Urg'achi. Buzovlar ne ish bo'lyapti aka? 14,200. Urg'achimi? 14,200. 7 million 100 dan. O'rtasidan bo'lib bering. O'z bo'lib ber aytayapman.
Ha, necha savdo bo'lyapti? 9 millionmi? Egasini ham tushir, egasini ham chiqar. Egasi yaxshi chiqar mana. Ha, bo'yini o'lchab berakda metr bilan necha? Bu bo'yi hisoblanmaydi bu. Ya mayli, prosta. Aytiladi-da bu. Oldi nimasini kuragi. Oldim. Necha kilometr bormi? 98lar bor ekan. 1 metrda chiqsin. 3 oylik bo'ladi-da. Hali biz Ketdimi? Necha oldingiz? 9 million. 9. Hozir. Bo'ladi. Barakasini bersin. Nima bo'ldi? Tuzdimi? Yo'q, uni ajin necha yil bo'ldi, brat? 72. Buzov necha yil bo'ldi buzov? 5,5. 5,5. Buni achin irg'ach tana. Buni tana necha pul bo'ldi irg'ach tana? 58. 58. Yetmiş bir bo'pti. Mulla toting endi uni. Necha bo'lsa beraman deya. Olmuş 3. Savdo qancha bo'ldi? Necha so'rayapsiz, brat? 85. 85. Nechidan bo'lib qoldi bular aka? Ho'kizlar. Erkak bitasi. Bittasi erkak, narisi irg'achmi? Uni qo'shlar. Bu qancha bo'ldi erkagi? Uni har qachon o'zi savdo qilmasak, endi 21 qilyapti ikkovi. Ikkovini 21 mi? Bunisi erkak a? Bunisi. Ikkovi 21. Erkagini o'zi necha pul so'rayapti? 20 o'zimizga kirgani Ha? 11 qildi, kirgan eshitdi. Ha, mana shunaman. Mollar ko'tarilib ketganmi deyman a? Bu sezoniga qimmat bo'ladi o'tdi. Ha. Bu nechidan bo'lyapti? Bo'lishni. Ha? Nechidan bo'lyapti? Buni 8 million bo'lyapti savdosi. 8 ho'kizcha. Buni 10 million 200 bo'lyapti bo'lmoqchi. Bunisi 10 million bo'lyapti. Ho'kizcha. 10 million 200. Nechi bo'lyapti akalar? 11 200? 700. Ho'kizcha. Jama bir ho'kiz oldim 12 million. Aka, ho'kizchalaringiz necha puldan bo'lyapti? 8,5 million. 8,5 ga 10,5 man. Savdosi shuncha bo'ldimi? Nechi bo'lyapti ho'kizcha? Ho'kizmi? Ho'kizcha. Ho'kizcha qancha? Savdo. Savdo. Va noga 10 million 200 bo'lyapti. 10 million 200. Bo'yi 1.20 lar bor ha? Ha? O'lchaymi? Metrda tortsangiz bo'ldi, qo'yib bering.
Biri 10'da. Biri 5, biri 5'ler var da. Biri 5'ler ekan. Qancha dedingiz? 10 bilan 200. Aha. Necha bo'lyapti aka? 10 bilan 700? 200. Ha, 200. Buni bo'yi bilan buni bo'yi. Bu mayda ekan. Narxi bir. Necha bo'lyapti aka? 12 bo'lyapti. 12? 12 million. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi Savdosi ucha bo'ldi. odam basharasini ham oladi. Ol desangiz olamiz bunday. Olmangda uni. Nimaga? So'rab olingda. Oladimi deb so'rayapsiz. Mana uchdan qara o'lchakchi molingizda. Yo, o'lchayringiz. Bunday ushlasangiz bir uchini. Bo'ldi, qo'y bering, qo'y bering. Ustimiz bir ahvol, bu ahvolda olmangda. Hey. Mol bozorga chiqqan odam Endi chiqqan bilan endi sal bir albatta qarab olish. biri Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Buni biri hozir 12 qilyapti. biri 3 ekan. 12 savdosi bo'ldi ya. Bo'ldi, rahmat. Ha, bu qanday ish bo'ldi aka? 12 so'rayapti. 12. 12. Bo'yni o'lchab ko'rsak bo'ladimi? O'lchang, naqd. Balandligini. Qancha ekan? Blogermisiz? Yo'q, bir tanishga jo'nataman. Biri 15 ekan. Biri 15 mi? Biri 15. Ha. Hasikan o'lsa. Necha puldan bo'lyapti savdosi? Gasli chiqarib o'tibdi. Ya mayli, savdosi necha pul bo'lyapti? Savdosi. Bunisi qancha bo'ldi mana shu? 8 dan bo'lyapti. Quyuq. So'rayapsizmi? Quyuq suvi 8 dan. Kallang ko'tar kallangni. Mana ushlangda. Kilometrdan. Qo'y bering. Aka 11 bilan berma berdi. Akalarga Che. Ha, biri 10 ekan. Biri 10. Biri 10 ga biri mana 1 metr, mana biri 5lar bor ekan. aka narxi 8 milliondan bo'lyapti. 8 milliondan? Ertalab 8 million 200 dan so'radi, bermadigan 8 dan. Ha, 8 dan bo'lyapti. Biri 5, biri 1 metr. Nechadan berasanmi? 8 dan. Yana nima? Rahmat aka. Bering. Yana bor biri bor. Hozir boryapman. Yo'qolmasa ber bering. 15 ta. Endi menga bir qilib berdi. Ish kuydiram nima? Ha, aytaman. Sizga ne ish bo'ldi aka? O'ynab so'ramadim. Ha, so'radimi? Metrlar o'lchab Ha, necha beradi? So'rang aytsin. Necha bo'ldi savdo? 92 bo'ldi. Bir maqib beraman. 92 qimmatda mayda. Necha beradi? 8 millionga kattasi turibdi-da. U suniy qara. 50 million bilan 30 million. Suniy? Hozir qarang. Parodatsiya tushunsangiz. Shuningmi? Ha, necha pul bo'ldi aka? Bo'ldimi? 18,5. Bunisi necha pul bo'ldi bunisi? Bir joyga 18. Qaysi iko? Mana shu iko. 18 bo'lyapti. 18 9 milliondan bor. Bor aka. Mana necha pul bo'ldi aka? 8,5.
Neç yıl bo'ldi aka bu? 76. 76. Ho'kizmi? 76. Bir bo'yin o'lchaymizmi? Bo'yni o'lchammi, yo'qmi? Başını sıra koy bu. Neçe ki? 91. 91 bo'lsa 76 o'tdi deb qilyapti. Ular. Besh pul olib ekan buni? Olgani yo'q. Sotyapti. Biramdasi qo'ndiq chiqadi. Endi sen sotay ketaylik. Savdosi nech pul? 76 bo'lyapti. 77,5 savdo bo'lgan berilmagan. Bir g'ach tonami? Qirg'achi tona. Tuganmi yo'qmi? Tugmagan. Qani yo'q bo'l. 9'a qo'ysangiz tugadi. Salomat. Sog'lig'ingiz bo'lsin. Sizga nima? Bo'yi necha ekan? Bo'yni o'lchab. Chashma timtiri. O'lchab olsin. Necha? 13. Biri 13 va 14 ma shunday kelyapti. Biri 13 ekan ha. 76 yarim dedingizmi? 76 ga so'rayapman. Ha, 76 ga so'rayapsiz. Bu sir tug'anmi yo'qmi? Sir tug'anmi? Tug'maganmi? Nechi bo'lyapti savdo? Nechi tug'an? 4 tug'an. Haz bolasi yo'q-a buni? Qisirmi? Nechi savdo bo'lyapti? Buyoq so'rayapti. 70 qancha? 7 million 100 ming so'm. Ha, 71 mi? 71 so'rayapti. Bu ham biri 15lar bor. Sir. Bu maydaroq sal. Bu nechi bo'lyapti savdosi? 91 92. 91 92. Bolasi bormi? Ya bo'vazmi? Qisir deb turibmiz. Ha, qisir. Nechi bo'lyapti aka bu? 12 million. 12 million. Buzov yo'qmi? Ya bo'vazmi? Yutib qo'yamiz. Necha oylik bo'vaz? 4 oylik. Barakasiz. Nesin bo'lyapti aka bu? 17 so'ray. Savdo. 17 so'ray. 17. Yosh mol deyapti. Nesin bo'ldi aka? 12. Bolasi irg'achmi? 12. Neçin bo'lyapti aka bu? 13 million 700 million. 13 million 700. Bolasi o'qish. Bolasi erkakmi? Ayol bilan ketib qolgan. Neçin bo'lyapti? 13 so'rayapti. Neçin bo'lyapti aka? Nima kerak bu maymun? Ha, hisob bilan gapiramiz ama. Bolasi erkak. 17600.
Oy bilaman shu. Boğan bilen, momam bilen gaplashma. Nesin bo'lyapti baka? 13,5. Savdo shuncha bo'ldimi? Nechi tugan? 3-chi. Irg'achi bolasi, ha? Nechi so'rayapsiz? 12,8. 13 bo'lsa ol deyapti egasi. Nechi yil bo'lyapti aka bu? Nechi yil bo'lyapti? 16. Bolasi erkakmi, irg'achimi? Erkak. Nechinchi turshi? 4. Böyle nesin bo'lyapti? Ha? 14. Savdo bo'ldimi shuncha? Nechinchi bolasi? Irg'ach, erkakmi, irg'achmi? Irg'ach. Necha yil bo'lyapti? 15,5. Nechinchi turshi? 3-chi. Qayerdan ko'ramiz? Ya birovga tashlayman ey. 16,5 so'radi. 16 ham so'radi. 16,5, 16. 3-chi bolasi. Shuni ochib ko'ring. 3-chi bolasi, irg'achimi, erkakmi bolasi? Bo'lyapti aka. 16,5 so'radi. Irg'achi dedingizmi? Arg'ach. Sering necha yil bo'lyapti seringiz? Aka? Necha so'm bo'ldi bu? Savdo. Ertaga 18 qiluvdi, hozir kam so'rayapti. Hozir necha so'rayapti? 16,5 ham so'rayapti, 17 ham so'rayapti. Bolasi erkakmi? Yo'q, urg'och. Irg'achmi? Necha bo'lib qoldi aka? 16,5. 16. Deyapsizmi? Savdo qancha bo'ldi? 14 bo'ldi savdo. 14. Bolasi irg'achi.